Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Turkdagi barcha qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakati bo'lsin. Qanday qarindoshlar, sog' salomat yaxshi ko'ryapsizlar. Darsimizni boshlaymiz. Darsimiz yana cho'ng gunohlar. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz 18-cho'ng gunoh, yolg'on guvohlik berish. Bu vaqtda Alloh taolo Sura Furqonning 72-oyatida mundaq deydi. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'rgan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Bu yerda Alloh taolo Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni yolg'on guvohlik bermaydi deb bayon qildi. Bundan boshqa Sura Hajning 30-oyatida Alloh taolo yana mundaq deydi. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Bu yerda demakchi, guvohlik berganda yolg'ondan boshqalarning ko'nglini yoki do'st birodar, urug' tuqqan yaqinlarning ko'nglini deb, ashning bir manfaatini deb yolg'ondan guvohlik bersak, buniki nihoyatda og'ir gunoh ekanligi, cho'ng gunohlar qatoridan og'ir gunohga mahkum bo'lganligi bayon qilinadi qarindoshlar. Shunga qattiq diqqat qilish kerak. Diqqat qilmasak qiyomatda buni hisobini bergil bo'lmaydi. Alloh taolo Sura G'ofirning 28-oyatida Alloh haqiqatan haddan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi deydi. Demak, bu yerda Alloh taolo yolg'onchilik qilgan, yolg'on guvohlik berganlarni hidoyat qilmaydiganligini Qur'on Karimda o'zining dasturi bo'lgan Qur'on Karimda aniq bayon qilyapti qarindoshlar. Shunaqa diqqat qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Yolg'on guvohlik bergan kishi bir qancha cho'ng gunohni ishlagan bo'ladi. Bu gunohlar birinchisi yolg'on so'zlagan va tuhmat qilgan bo'ladi. Ikkinchisi biriga zulm qilgan bo'ladi. Chunki u uningga qarshi yolg'on guvohlik berish orqali uning meliga, obro'yiga va jiniga ziyon yetkazdi. Uchinchisi, birining foydasiga yolg'on guvohlik berish orqali uningga zulm qilgan bo'ldi. Chunki u shu yolg'on guvohlik orqali boshqalarning harom meliga ega bo'ldi. Shuning bilan uningga do'zax vojib bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday degan: "Men kimga qarindishining melini haqsiz hukm qilib qo'ygan bo'lsam, u uni olmasin. Chunki u uningga do'zaxdan bir parcha o'tni hukm qilib qo'ygan bo'laman" deydi birlikka hadis. Payg'ambar alayhisalom jinida men agar mushqada o'tkazib qo'ygan bo'lsam, uni qabul qilmasin deb bu yerda bayon qilyapti. Shunaqa qarindoshlar, bu yolg'on guvohlik berishga diqqat qilmasa bo'lmaydi. To'rtinchisi, yolg'on guvohlik berish orqali Alloh taolo harom qilgan molni nahaq yavilish, nahaq qon to'kish va kishilarning obro'yini to'kish qatorliq ishlarga yo'l ochib bergan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu haqda bunday degan: "Sizlarga gunohlarning eng cho'ngini aytib beraymi? Allohga sherik keltirish, ota-onani qaqshatish, bilib qo'yinglarki, yolg'on so'zlash, bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berish eng cho'ng gunohdir" degan. Sahobalar bunday degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxirgi jumlani shunchalik ko'p takrorladiki, biz qashga to'xtab qolgan bo'schu deb ketdik deydi. Shunaqa qarindoshlar, yolg'on guvohlik berishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Mayli qanchalik manfaatga erishaylik, mayli qanchalik yaqin odamimizning izzat obro'yi yoki uning manfaati bo'lishidan qat'iy nazar yolg'on guvohlik berishga bo'lmaydi.